Ügayotgan tulluq uxlab qopman do'stlar. Qopsam tong etib ketibdi. Aslida baldur qoptimchu menchu. Tuniga oqsham shu 4 kilometr yugurgan. Ko'rsanglar pultomni, kallamdan tamch ketdi do'stlar. 4 kilometr ching eg'ir ketdi menga oqsham. O'nimizdami qopib hozir atgan siyat mushtaq sovuqda shankom kaymay. Shunqilmaqdoq munchiga. Jünubmu kirpib, qarsam kirlarim bir-bir qurish yig'ilib qaptiga kir yuzishni boshlab ketdim yana. Jungo sudu deb birdam düşüp boldum-ku kirlarimni. Kiyimlarimizni kiyib og'aynamga yana zopin tatib bermangdim hozir. Bugungi zopin bak amli bak qavshash ketdi ya. Turxonning o'ziga kiplam tatib do'stlar. Ha, tishqimadash. Lekin muborak olsun juma adashi, dadim bo'yapsan buni. Balan sog' salomat bo'lganda. Bu gapni qilma adashi. O'sha tamakining keyin komili bo'lgan ta'sir bak cho'nka adash jumay. Bara yer beqandoq to'lib qolganda adashi balan. Mushman tamoqchi tuzgan ekan digna. O'sha homiliga ta'sir bak cho'ngib bevosita ta'sir qilib macho. Balning geni o'zgarib ketib, men bilan qondoshlik yo'q tug'ilib qoldi bala. Nima? O'sha tamoqchi tuzgan ekan mencho. Homiliga bevosita ta'sir qilib macho. Geni o'zgarib ketib, balning men bilan qondoshlik yo'q tug'ilib qoldi bala. Adash. Butun ashkapni qildi bayacho. Ama çekmişsen ma bu bitken. Ta'sir bak çoğuk cumalik adaşa. Bu gapni qilma jumoye. Sopinim bir-bir tatib etib, hozir yana anziqaniq anzoyni qilmaqdoq og'aynam bilan. Anziqanig'im kelib og'aynam bilan mishtaq xushal o'ynab ketdik. Bugunmi baq xush bo'ldim chiqib. Anzim o'ynab bo'lib chiqsa qorong'i chiqibdi do'stlar. Hozir maktab kiyinib maqdoq. Maktabga kirib tursam qo'zg'im kaldak mo'rab ketibdi. Shuningla oshxonaga kirib o'zim yolg'iz oddiylam yefandim beni yeb ketdim. Qo'saqni astalab aytgandan keyin bugun tuzlik ish qilmabman, o'rganish qilib kirdim sinfga. Bugunmi davomliq ximiya o'rgangana bak qo'rqib ketdim-ku, chiqib oldin qatim 28 qilib barliq o'rgangan narsaning hammasi o'rganib bo'ldim. Kelar qatim 100 olmagan bo'lsam. Hamsa do'stlar, bugungi videoimni mishada axlasim masjidga qo'llab rag'batlantirib qo'ygan barliq do'stlarimga ko'p rahmat. Xayr xo'sh, keng san kirishaylik.